Mebel navbatdagi buyurtmalarni o'z vaqtida juda ham chiroyli holatda tayyorlab yetkazib beryapmiz. Bu zakasimiz paxta gulli fasonimiz bo'ladi. Mana bunday ranglari ham bor. Ranglari oq shagranga MS materialimizda bo'lgan, bu ham mo'yshi bo'lgan. 6 talik xon taxtalarimiz 150 ga 76. Mana bu paxta gullimiz klientimizning xohishidan kelib chiqib sal noodatiroq bo'lgan. Mana bu joylariga qo'l kiradigan joylarni qilib berganmiz. Sifatlari juda ham zo'r, gubkalari qalin, taglari taxta faner, bolt gekada bo'lgan. Bu ham 6 kishilik. Bunisi 10 kishilik bo'ladi. 10 kishilik. Mana bu bolg'a nimaga kerak deganlarga hozir buni ko'rsatib beramiz. Mana bu joydagi material bo'lganda yirtilasdi. Endi mana bu joydagi mana ko'pchilikning muammosi mana bunday ursa material yirtilib ketasdi. Nimaga yirtilib ketmayapti? Sababi mana bu taxta fanerning orasiga gubka aylantirilgan, ya'ni miyahkiroq bo'ladi, qattiqroq joylarga tegsa ham uncha-munchaga yirtilib ketmaydi. Biz arenda biznesi bilan shug'ullanadigan akalar bilan ko'p telefonlashib, maslahat qilib, shunaqa yechimlar qilib qo'yganmiz. Keyin yana buni nimasiga keladigan bo'lsak, mana bunday fanerlari profilni ichiga solib berganmiz. Juda ham ideal chiqqan. Mana bu samarezlarni ham hatto o'zi material rangiga bo'yab qatirib berganmiz. O'zi aslida oq bo'ladi. Stol olganlar biladi oldindan. Bunaqa bo'lishining sababi sal chiroyliroq, keyin noodatiroq chiqadi. Bunimiz taglari hamda taxta fanerdan bo'lgan. Rossiyskiy beryuza taxta faner. Bu ham betiga ishlatilgani ham taxta faner, xon taxtaga. Tagiga ishlatganimiz ham rossiyskiy taxta faner bo'ladi. Beryuza Rossiyaniki. Mana busi bolt gekalarimiz shu yechilib ketmaydi. Umuman shaybasi o'zi bilan. Profillarga keladigan bo'lsak, shu sindirmasdan bukilgan zavod darajasidagi stol-stullar. Sifatlari juda ham a'lo. Endi bu qo'l kiradigan joyini qulaychiliklardan bittasi, mana bunday taklangan holatda arendaga olib borilganda osonroq bo'lish uchun, keyin stolga zarar yetmasligi uchun mana bunday qilingan. Mana bunday ko'tarsa ham bo'laveradi. Mana bunday qo'l kiradigan joylari juda ham oson bo'ladi. Qo'l kirib ko'targani 10 ta, 12 ta qilib ham ko'taraveradi. Mana bu taklab turilgan stolimiz, taklab turgani 12 ta taklab qo'yilgan mana bunday. Taklanishlariga ham e'tibor qilasiz. Bo'yingiz yetgan holatigacha taklab chiqib ketaverasiz bemalol. Bu paxta gullimiz 10 kishilik bo'ladi. Narxlari juda ham hamyonbop. Sifatiga qaraganda narxi juda ham ancha arzon. Kraskalariga keladigan bo'lsak, Turkiyani kraskasi bo'ladi, parashkavoy. Buni Xitoydagi ham bor, arzonchilari ham bor, ularga ham bir qator e'tibor qilib qo'yasiz. Keyin mana bu svarkalarga keladigan bo'lsak, mana bu quyilgan joylarga e'tibor qilinglar. O'zi aslida kichkina bo'lasdi, hozir uzun qilib, katta qilib kuydirganmiz hamma tarafiga. Keyin bu stolimiz spinkalar baland og'nab ketmaymi deganlarga mana bunday og'nab ketmaydi. Mana bunday tashlasa ham orqaga qaytib keladi bemalol. Keyin yana buni qulay tarafi, mana bunday o'tirganda stolimizni oldi tarafi tikroq bo'lgan, ya'ni oyoqqa xalaqit qilmaydi. Orqasi orqaga tashagan bo'ladi. Mana bunday o'tirib, mana bemalol o'tirganda hamda turib ketsa ham hech nima bo'lmaydi. Stolni surib chiqib ketishaveradi. Keyin bu stolimizning materiali aynan arenda biznesi uchun moslashtirilgan mo'yshi material bo'ladi. Uncha-munchaga suv olmaydi. Mana bunday ustiga chiqib, mana chiqsa ham mana bunday oyoq izlari bo'ladigan bo'lsa, shunday qoqishadi, ketadi. Kir bo'lib qolmaydi. Xon taxtamiz sifatlari juda ham zo'r. 150 ga doira bo'lgan. Chekkalariga frezalari hamma narsa surilgan. Laklari juda ham ideal holatda sepib berilgan. Bu zakasimiz Angren shahridan zakas qilishgan. Arenda biznesi uchun 200 dona tayyorlab berganmiz. Agar sizga ham shunaqa sifatli stol-stullar kerak bo'ladigan bo'lsa, chidam yuqori stol-stullar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Azit Mebelga aloqa chiqaverasizlar, sifatli qilib tayyorlab beramiz.